Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar. Bugünkü fiqhi dersimiz su saqlaydigan narsalar ve şundaqla quduq yoki shuning o'xshash suba o'rinlarga nijoset tushib ketsa bu qandoq pokizlanadi degan mazmunlarda so'zlab o'tamiz. Biz o'tgangi darsimizda suvning turlarini, ya'ni pokiz suv va pokiz bo'lmagan nejis suv to'g'risida to'xtalgan. Bu qitimqi darsimiz endi shu biz pokiz suvni nimada saqlaymiz? Biz hozirgi davrimizda suv turbalardan keladi va tayyor suv olsak, talla bozoridan suvni kelib qo'yib qo'yamiz. Amma shariat yo'lga qo'yilgan vahiy nozil bo'lgan davriga bir nazar soldigan bo'lsak, u vaqtlarda ko'pincha suv teri tulumlarda saqlanadi. Hamda qaysi shakldagi terida tulum qilib suv saqlag'il bo'ladi, bu to'g'rida to'xtalib o'tamiz. Hamda har qanday teri ashlansa pokiz bo'ladi. Ya'ni buningdan bismillah Allohu akbar deb pichoq bilan o'ltirilgan uloqlarning terisi pokiz zaten. Amma masalan o'zi o'lib qolgan hayvonotlar bor. Bularning terisini ishlatkili bo'lamdi desa ishlatkili bo'ladi. Ammo go'shini yegili bo'lmaydi, terisidan foydalansa bo'ladi. O'zi o'lib qolgan mayli qo'y bo'lsin, kala bo'lsin, tugi bo'lsin, bu hayvonotlarningki terisidan foydalanishga bo'ladi. Qachon? Bu teri ashlangan vaqtida. Bu to'g'rida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor. Maymuna radhiyallohu anhaga bir qo'y hadiya qilingan vaqtida bu qo'y o'lib qolgandan keyin bular bu qo'yni ochiqib tashlab etgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib, buning terisidan foydalansanglar bo'lmamdi deganda, ular ya Rasululloh bu o'lib qolgan tursa deganda, to'g'ri, buning go'shini yeyish bo'lmaydi, ammo terisidan foydalansanglar bo'ladi. Shunga har qanday o'zi o'lib qolgan uloqning terisini so'yib olib, buni ashlab foydalansa bo'ladi. Terini qanday ashlaymiz deganda, yoki kun nurida quritamiz, yoki buningga tuz, yoki quruq to'pa, sig'iz, qum degandek bir narsalar bilan teri ashlanadi. Hamda hozirgi vaqtda kimyoviy moddalar bilan ashlanadi. Bu ashlangan terilarni nimaga ishlatkili bo'ldi desa, jaynamaz yo'q joylarda jaynamaz qilib namoz o'qig'ili bo'ladi va shundaqla bu terilardan tulum qilib, bu tulumga suv olib qo'yib, bu suvni ishlatkili bo'ladi. Mayli tarat olili, g'usl qilili yoki ichili, bu tulumlarning suvlarini ishlatkili bo'ladi. Shuningdek, bo'g'izlisi pokiz bo'ladigan har qanday hayvonninki terisi ashlanishi bilan pokiz bo'ladi. Ya'ni biz yuqorida so'zlab o'tgandek, garchi ba'zi hayvonotlarninki go'shini yegili bo'lmasa-mu, o'zi o'lib qolgan bo'lsa, buning terisini so'yib edib va bu terini ashlab foydalansa bo'ladi. Xuddi uloqni bismillah Allohu akbar deb o'tirib, buning terisidan foydalansa bo'lgandek, o'zi o'lib qolgan hayvonotlarning terisini so'yib edib, buni pishiqlab ishlagandan keyin foydalansa bo'ladi. Bo'g'izlash bilan pokiz bo'lmaydigan hayvonotlarning terisi ashlash bilanmi pokiz bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda to'ngizninki nejis ekanligini ochiq bayon qildi. Shunga to'ngizning terisini har qancha ashlasimi bu teri pokiz bo'lmaydi. Hamda ishning terisi to'g'risida farqli qarashlar bor. Ba'zi ulamolar pokiz bo'ladi, ishning terisi ashlansa deb qaraydi. To'ngizninki avlahmi khinzirin fa innahu rijsun. An'am surasida bayon qilingan to'ngizning terisi har qancha ashlansimi pokiz bo'lmaydi, nejis. Chunki to'ngizning o'zimi nejis, go'shimi nejis, terisimi nejis, kalla pachiqi, o'pkuchaylar degandek hamma yeri nejis, hamma yeri harom bo'ladi. Bundan foydalanishga bo'lmaydi. Shuningdek, odamning terisimi buni ishlatishga bo'lmaydi. Ba'zilar so'rab qoldi, endi odamning terisini ishlatgili bo'lamdi deb. Chunki odamni Alloh subhanahu va taolo nihoyatda esil yaratgan. Va laqad karramna bani Adam. Ya'ni odam avlodlarini nihoyatda esil, hurmatli yaratdi. Mayli quruqlikda bo'lsin, dengizda bo'lsin, odam avlodlari boshqa mahluqotlarga qaraganda nihoyatda esil, hurmatlik. Unda bo'lgandan odamning terisi so'yilmaydi, ishlatilmaydi. Bu insonning aqliga, diniga to'g'ri kelmaydi. O'zi o'lib qolgan hayvonotlarningki tilari, mo'ylari, uning masalan tishlari va paylari pokiz bo'ladi. Masalan, o'lib qolgan pelning tishidan nurg'un narsalarni yasab foydalansa bo'ladi. Masalan, o'zi o'lib qolgan hayvonotlarningki peylardan bir narsani yasasa bo'ladi va shundaqla uning mo'ylarini qiqib olib, buningdan boshqa bir narsalarni yasasa bo'ladi. Yana bir masala, biz suv oladigan terilarningki qanday qilganda pokiz bo'lganligini bir
tushunib yetdik. Inodan keyin o'z vaqtida quduq yoki buloq yoki ko'l degandek o'rinlarda suv saqlanadi. Ash quduq, ko'l yoki ash suv saqlanadigan o'rinlarga nijosat tushib ketsa yoki masalan buningga hayvon, uchar qush degandek bir narsalar tushib ketsa, bu suvningki hukmi qandoq bo'ladi? Bu suvni ishlatkili bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala ustida to'xtalamiz. Masalan, bir quduq bor ekan, bu quduqqa nijis narsa tushib ketibdi. Yoki bu quduqqa bir hayvon, ucharliq yoki to'xo, kapta, qat yoki inoqdan cho'ngroq qo'y, o'chki degandek masalan hayvonotlardan birasi tushib o'lib qopti. O'lgandan keyin ya o o'lgan hayvonning go'shi ishib ketibdi yoki sesib ketibdi. Unda vaqtida qanday qilamiz desa, mumkin bo'lsa shu quduqning suyiningki hammasi tartib etilindi. Ya'ni quduqning suyi pokiz, ashtiga ko'rangicha quduq suvini tartib etib, inondan keyin yangidan suv chiqqandan keyin buni ishlatsa bo'ladi. Mumkin bo'lgan taqdirda. Agar mumkin bo'lmagan vaqtida qarab bu quduqdan taqriban manchilik suv chiqadi ekan deydigan, suv ishlarini biladigan, aql farosatlik, adolatlik kishilar bir yoki ikki odamni chaqirib, bu quduqdan qanchalik suv chiqadi ekan bir mo'lchallab baxslar deb bekitgandan keyin shu miqdorda suvni tatib etsa, quduqning suvi pokiz bo'ladi. Chunki buning dalili Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yahkumu bihi va adlim minkum. Bir işte hukm chiqarmoqchi bo'lsak, qaysi sohada bo'lsa, shu sohadagi taxassuslardan, mutaxassislardan yoki shu sohaning ishini biladigan kishilardan so'rab, inondan keyin hukm chiqarish kerak. Shunga quduqning suvlariga hukm qilishdimi, to'la quduqchilik ishlari bilan shug'ullangan, taqriban quduqqa qarab yoki quduqqa tashdek bir narsani tashlab chiqib, bu quduqdan manchilik suv chiqadi ekan deb o'lchaydigan mandaq kishilarningki so'ziga ko'ra ishni betaraf qilish kerak. Shunga yana bir oyatdimi, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sizlar bir ishni bilmasanglar, bu ishni biladiganlardan so'ranglar. Shariatning ilmini shariat o'qigan olimlardan so'raymiz, tibobat, doktorlikni tibobatda o'qiganlardan so'raymiz, injener, muhandislikni shu kasbda o'qiganlardan so'raymiz. Har bir odamningki o'zguchlik alohidligi kasbi bo'ladi. Har odam shu o'zi bilgan bo'yicha o'zining kasbidan javob beradi. Hamda bu quduqqa to'xa yoki o'dak yoki mushuk yoki g'oz degandek mashinchilik miqdorda hajmdagi bir hayvonotlar tushib o'lib ketgan bo'lsa, buning suyini qanday fokiz qilamiz desa, taqriban to'xa, o'dak, mushuk, g'oz degandek mushinchilik cho'ngliqdagi hayvonotlar tushib ketgan bo'lsa, taqriban bu quduqdan normal chilakda 40 chilak suv tatib etsa, quduqning suvi fokiz bo'ladi. Ba'zilar ehtiyotan yana bir 10-20 chilak qetib etsak yaxshi deb qaraydi. Shu miqdorda suvni tatib etsa, quduqning suvi fokiz bo'ladi. Hamda quduqqa chuqoch, kaptar, paxtak, chashqon degandek hajm miqdordagi mana bir hayvonotlar, ucharliqlar tushib o'lib ketgan bo'lsa, buningdanmi taqriban 20 chilak suvni tatib etamiz, 10 chilak ehtiyotan shu holatda tatib etsak kifoya qiladi. Endi bu quduqning suyiningki biz buningga bir nijosat tushib ketganligi yoki uchar qush hayvonotlar tushib o'lib ketganligini bilmadik. Keyin bilgan vaqtimizda o hayvonotlarning o'laklarini ilib tashlab etdik. Qachondan tatib suv nijoslikka aylandi desa, shuningki tushib ketganligi bilingan vaqtidan tatib. Agar bilinmay qolib qolsa, taqriban 1-3 kunduz bo'lgan o'xshaydi deb mendaq hisoblaydi. Agar bu quduq tushib ketgan hayvonotlar ishib ketgan bo'lsa yoki go'shtri sesib ketgan bo'lsa, taqriban 3 kun bo'libdi deb farz qilib, shu bo'yicha ba'zi ulamolar shu quduqning suyida tarat ilib namoz o'qigan bo'lsa, 3 kunlik namozini qaytadan ioda qilib o'qiydi deb qaraydi. Yana bir qism ulamolar shu qachon tushib ketgan uchar qush yoki hayvonotlarning o'ligi tepiladi ekan shu quduqdan, shu vaqtidan tatib bu quduqning suvi nijis bo'ldi deb hisoblaymiz. Shu vaqtida quduqning suyidan tushib ketgan hayvonninki miqdorining cho'nligiga ko'ra, masalan odamdak yoki eshakdak manda yo'g'on hayvon tushib ketgan bo'lsa, uning suyining hammasi tartib chiqarilib, inondan keyin tozalanadi. Buning dalili nima desa, o'z vaqtida Abdullah ibn Zubayr Makkada hokimiyat yurgizgan vaqtida Makkadagi Zamzam quduqiga bir qartallik tushib o'lib qolgan. Shuning bilan bular Zamzam quduqiningki maqom Ibrohim tarafdan nim qildigan bir suvning bulduqlab chiqayotgan tarafiga bir narsalarni tiqib etib turib, quduqdagi barliq suvni tatib chiqarib etib, inondan keyin yangi suvdan tarat ilib, ichib iste'mol qilishga boshlagan. Shuningdan hamda odam yoki eshak
eshakdek cho'ng hayvon tushib kelsa, quduqdagi suvninki hammasini tatib chiqarib o'tish kerak. Agar o kichikroq bo'lib qolsa, biz yuqorida so'zlab o'tgandek, to'xa, o'dak, mushuk degandek bo'lib qolsa, 40 chilakdan 60 chilak, kapta, chuqoch, faxtak, sochqon degandek mana miqdordagi hajmdagi ya'ni hayvonotlar bo'lib qolsa, 20 chilakdan 30 chilakgacha suvni tatib to'kib o'tib, undan keyin qolgan suvni ishlasa bo'ladi. Chunki buni so'zlashimiz o'z vaqtida shu suv quduqdan yoki buloqdan tortilib ishlatiladi. Hatto 40-50 yil burun bizmo vatanimizda shu quduqlardan suv tatib, ko'llardan suv akirib, shuni iste'mol qilardik. U vaqtlarda turbalar umumyuzlik tortilmagan, turbusi umumlashmagan vaqt. Hozirgi davrda hamda insonlar turbada suv ichib ko'ngandan keyin buni jiq bilmasligi mumkin. Ammo shundaq ishlar yiziq qishloqlarda hozir masalan to'pisi uchuq quduqlar bo'lib, hayvonotlar tushib ketgan bo'lsa, ularda hamda boshqa foydalanadigan suv manbai bo'lmagan vaqtida shu suvni tozalab o'tib, undan keyin iste'mol qilsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni moddiy va ma'naviy tarafdan pokiz bo'lishga, pokiz narsalarni iste'mol qilib, pokiz yashashga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.